Deputat Alisher Qodirov Rossiyadagi o'zbekistonliklarga murojaat bilan chiqib, ularni Rossiyadan tezroq ketishga da'vat qildi. Uning bu murojaati Xabarovsk shahridagi mash'um voqea bilan bog'liq. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotga ko'ra, 2025-yil dekabr oyi o'rtalarida Uzoq Sharqdagi Xabarovsk shahridagi kafelardan birida kuch ishlatlar tuzilmalari o'tkazgan reydda Markaziy Osiyolik muhojirlar kaltaklangan. Natijada 2 nafar o'zbekistonlik komaga tushib qolib, ulardan biri vafot etgani aytilyapti. 2-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi holat yuzasidan xolis va qonuniy tergov o'tkazishni so'rab, Rossiya tomoniga nota yuborilganini ma'lum qildi. Hozirda vafot etgan o'zbekistonlikning jasadini vatanga qaytarish choralari ko'rilyapti. Vazirlik xabarida vatandoshning o'limiga nima sabab bo'lgani haqida rasman tasdiqlangan ma'lumot yo'qligi aytilgan. Komaga tushib qolgani aytilgan ikkinchi o'zbekistonlik haqidagi ma'lumot esa tasdiqlanmadi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi axborotida. Oliy Majlis deputati Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov bu voqeadan keyin Rossiyadagi vatandoshlarga murojaat qilib, ularni Rossiyadan tezroq ketishga chaqirdi. Ishoning, vaziyat oy sayin faqat yomonlashadi. Rus maxsus xizmatlari Markaziy Osiyoliklarni Rossiyada kutilayotgan notinchliklarning faol ishtirokchisi sifatida taxmin qilmoqda. Shu sababli ulardan keladigan foydadan allaqachon kechib bo'lingan. Aqlingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday daromad ota-onalar va farzandlaringizning ko'z yoshiga arzimaydi, deb yozdi Alisher Qodirov o'z Telegram kanalida.